Assalomu alaykum. Bizning doimiy ravishda kuzatib kelayotgan obunachilarimiz, bir klientimiz pomidorni shunaqa holatdagisini uzib yeyibdilar. Shu darajada kasallanib ketgan. Bu asosan nimalardan shunaqa holatga keladi? Noto'g'ri sug'orishdan, tagida zakli kuchayib ketishdan, teplitsada bo'ladigan bo'lsa, tepadan tomchilaganda barglarni jizg'on kasallik qilib, pomidorni shunaqa holatga olib kelishi mumkin ekan. Keyin bundan oldin nima ekkan bo'lsangiz, ekiningizni olib chiqib tashlagandan keyin bu pomidorni olib kirib ekishdan oldin xonani bitib dezinfeksiya qilib, bakteriyalarni, viruslarni o'ldirib olishingiz kerak ekan. Shu holatlarda shunaqa kasalliklar bo'lishi mumkin ekan. Bunda nima tavsiya qilamiz? Faqat fungisid bu kasallikni oldini oladi. Bu pomidor endi tuzalmaydi. Bu pomidorlarni hammasini yulib tashab, umuman olib chiqib tashaladi. Keyin xonani yaxshilab dezinfeksiya qilib, faqat fungisid bilan shu kasallikni oldini olish mumkin ekan. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Kasalliklar haqida boshqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, o'zingizga kerakli maslahatlarni so'rashingiz mumkin. Hammaga rahmat.